Assalomu alaykum avvalambor. Bu kompaniyaga, Mandarin kompaniyasiga minnatdorman. Juda xursandman. 2 yildan beri mani jiyanlarim hammasi navbatma-navbat kelishyapti. Hatto mana poyezd yo'llari nimaga qo'yilgan ekan, maza qilib keldik, charchoq yo'q. Madinada ham juda yaxshi kutib olishdi. Juda yaxshi mehmonxonada turdik. Haqiqiy o'zbek taomlarini berishdi. Ellikboshlarning xizmatlari ham hech qaysiga gap yo'q. Juda ham ajoyib. O'z singilligidek, o'z opaligidek oyirishdi. Rahmat ularga. Birinchi martasiga Mandarin juda zo'r kompaniya ishuvdi. Ular tashkilotchilariga ham katta rahmat. Mana hozir mehmondorchilik umuman kutilmagan bo'ldi. Juda ham chiroyli. O'ziga yarasha bo'ladigan ishlarni xodimlar o'sha zahoti bartaraf qilishyapti. To'g'risini aytganda, bu Mandarin kompaniyasidan ko'p narsani o'rgandim. Haqiqatan umraga kelib bajarish amallarni hammasini o'rgandim. Rahmat. Yana agar imkoniyatim bo'lsa, xudo xohlasa shu Mandarin kompaniyasidan olamiz, chunki tashkiliy tomonda ham juda ham zo'r. Qoyil qoldik. Xudo xolasa yana nasib qilsa, umra safariga, haj safariga keladigan bo'lsam, mana shu kompaniyani tanlayman. Mana shu rahmatimni kompaniya rahbarlariga yetkazib qo'yishlarini xohlayman. Juda ham xursandman.